Iltimos ginekologlar, bachadonni massaj qilishni to'xtatinglar. 4-5 yildan buyon farzandsizlik bilan qiynalib yurgan va biz bemorni operativ muolajaga tayyorladik, ya'ni gisterorizektoskopiya amaliyotiga. Уже 2-3 oyga qolmasdan yangilik bo'ladi. Kuni kecha konsultatsiyamga bitta bemor keldi. 4-5 yildan buyon farzandsizlik bilan qiynalib yurgan para, nima deydi, er-xotin deydi. Anamnezini so'rab surishtirganimda 2021-yil homiladorlik kuzatilgan, 6 haftaligida bola rivojlanmay qolgan va bolani vakuum aspiratsiya yo'li bilan tozalab tashlashgan. Va 2021-yildan buyog'iga ayolda homiladorlik kuzatilmayapti. Aytyapti, Muhabbat opa, men shu paytgacha kamida 15-20 ta ginekologni konsultatsiyasida bo'ldim. Hamma har xil gapiryapti. Kimdir aytadi, bachadoning kichkina, massaj qilish kerak, massaj qilsa kattalashadi. Kimdir aytadi, gormonal buzilish bo'lgan sanda, menga gormon berishdi. Kimdir aytadi, sanda infeksiya bor, infeksiyani davolashing kerak. Lekin rezultat yo'q. Men so'rayapman, sanda qanaqa tashxis qo'yilgan? Diagnozing nima? Chunki bizga shu paytgacha o'rgatilgan o'sha ustoz professorlarimizni o'rgatgan ilmlari bo'yicha bemorga to'g'ri tashxisni qo'yish bu уже 60% san bemorni davolading degan natijani beradi. Aytyapti, bilmayman menda nima deyapti. Bilmayman qanaqa tashxis. Keyin bemorni obdon barcha analiz tekshiruvlar bilan tekshirtirdik. Bachadon uzisi amaliyotini bajardik va ko'rinib turibdi, что bachadonni ichida muammosi bor. Ya'ni bachadonni formasi norma emas. Bachadonni ichida to'liq bo'lmagan to'siq turibdi. Ko'rganimizda to'liq bo'lmagan bachadon ichi to'sig'i. Men aytyapman, mana sanda tashxis, bachadon tug'ma nuqsoni, bachadon ichi to'liq bo'lmagan to'siq sanda. Mana shu narsani gisterorizektoskopiya amaliyoti orqali olib tashlansa, sanga hech qanaqa gormon ham berish kerak emas, hech qanaqa infeksiyani ham davolash kerak emas, hech qanaqa bachadonni ham massaj qilish kerak emas. Bo'ldi, sanda homiladorlik yuzaga keladi. Va biz bemorni operativ muolajaga tayyorladik, ya'ni gisterorizektoskopiya amaliyotiga va diagnostik laparoskopiya amaliyotiga tayyorladik. Bemor operativ muolajadan sog'-salomat o'tdi. Xuddi men aytganimdek, bachadon ichi to'liq bo'lmagan to'sig'i biz uni gisterorizektoskopiya yo'li orqali oldik. Ya'ni buni o'zimizni tilda tibbiyot tilida metroplastika yoki bo'lmasam bachadon ichi to'sig'ini olish deyiladi. Biz bu amaliyotni bajardik. Bachadon naylarini tekshirdik, tuxumdonlarini tekshirdik, bachadon o'zini tekshirdik. Hammasi ideal darajada. Muammo faqat shunda. Xudo xohlasa, bemorda agar xo'jayinida analizlari yaxshi bo'ladigan bo'lsa, уже 2-3 oyga qolmasdan yangilik bo'ladi. Agarda sizda ham shunaqa muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, aslo shoshmang. Albatta shifokorning tajribasiga, ilmiga, qayerda ishlagan, qayerlarda malaka oshirgan va nima qo'lidan keladi so'rab surishtiring. Agar meni sizlarga yordamim kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi silkalar bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin.